yo'l oxiriga kelib qoldi. Peshonamga qurol tiradim. Menga mafiyani yo'q qilguncha men bilan kurash dedi. Sen nega buni qabul qilding? To'g'onning suv yo'lida buzilganini ko'rganim uchun. Bizga o'rgatganlarining yolg'onligini, ko'zani ataylab sinsin deb daraga jo'natishlarini ko'rganim uchun. Mard odamlarning bechora hol ahvolga tushib qolganlarini ko'rganim uchun. Qurol ortiga berkinganlarning cho'ntagini, jig'ildonini o'ylashganini ko'rganim uchun. Men otalarning yonida ko'p yurdim. Ularning ota emasligini tushunganim uchun. Po'lat Alamdar keldi va bir bola otasiz katta bo'ladi, ammo onasiz katta bo'la olmaydi. Bizning bitta onamiz bor, u ham vatan dedi. Onamizni sevganimiz uchun pushaymonmisiz deb so'rayapsiz. Onamga yomon gapirganni tilini sug'uraman. Qo'l uzatganni qo'lini sindiraman. Aslo pushaymon bo'lmayman.